U mehmonxonada, yuqori qavat. Yugur. Uzr. Bu bayramona libosim. Keyinroq kelarsiz. Maylimi? Iltimos. Xo'p, bo'ladi. Qaysi xonada ekanini qanday bilamiz? Alex, tezroq yur. Nega endi men? Ashqa meni taniydi. Ushla. Boshla. Bo'l. Salom. Men quvdoq masqaraboz Alexman. Sizga nima kerak? Hech narsa. Uzr, yanglishibman. Endi boshqasiga bor. Sal kulib tur. Salom. Men quvnoq masqaraboz Alexman. Bu o'sha. Kalitni ol. Agar kalitingiz meniki bilan bir xil bo'lsa, mehmonxonamizda bir hafta bepul yashaysiz. Iltimos, tekshirib ko'rmasam, ishdan haydab yuborishadi. Oyim kasal, dadam o'sal. Buni ustiga 6 ta yetim singlim bor. Iltimos. Yaxshi. Afsus, kalitlar mos tushmadi. Bu sovg'a esa iltifotingiz uchun. Mana kalitingiz. Bu nimasi? Masxaraboz libos qani? Ha? Ashqa, bu Pol. Bu yerdaligimni qanday bilding? Chunki bu meni olamim. Mehmonxona tashqarisida seni kutaman. U hozir chiqadi. Meni ko'rib qolsa adabimni berishadi. Vahima qilaverma. O'sha yerda qo'riqlab tur. Alex, sovuqni topdim. Endi jo'nab qolamiz. Shoshma. Pullarni ham topaylik. Pol. Biz boyib ketdik, og'ayni. Pulni tez joyga qo'y. Politsiyaga qo'ng'iroq qilaman. Marna? Katrina? Pol? Katrina? Alex! Mana tanishib ham oldik. Bu yerda nima qilyapsan? Nega bunday kiyinib olding? Marnani xonasida nima qilyapsiz? Qanaqa Marna? Bu Ashkaning xonasi. U ismini Marna degandi. Seni aldabdi. U juda ham muloyim edi. Olamini ko'rsatmoqchi edi. Katrin, buni qara. Alex, eshikni poyla. Ashka o'g'irlagan pullar. Nima? O'qotar qurollar. Qurollar haqida ma'lumot berdingmi? Bu qurollarni u o'z olamiga qarshi ishlatadi-ku. Bilmagandim. U kelyapti. Yashirininglar. Uni chalg'itib turaman. Salom. Kalitni qayerdan olding? Xizmatchi berdi. Shu yerdaligimni Polga sen aytdingmi? Albatta yo'q. Nima bo'ldi? Kitob olib keldim. Qahvaxonada sizga o'qib beraman. Narsalarni tekshirishim kerak. Qurollar haqida kitob sotib oldim.
Yugur, Alex, qochamiz. Tezroq. Nima bo'lyapti? Katrinachi. Bu kim edi? Uyingga jo'na. Katrina, senga tegmadimi? Ko'ziga ko'rinmanglar. Qani bo'la qol. Pol. Kelishib olibsiz-da. Zinadan qochamiz. Soatni ber. Alex, regbini esla. Ashqa qani? Soatni olib qo'ydimi? Ololmadi. Sovut endi yo'q. Ashqa endi chorasiz. Pullarimizni olib chiqaymi? Pullar davlatniki. Nima? Evaziga mukofot berishadi. To'g'ri. Unda nimani kutyapmiz? Ashqa shu yerda bo'lsa-chi? Yo'q, u qaytmaydi. Pullar yo'q. Demak, olib ketibdi. Pullarni ovolaylik degandimi? Ovozingni o'chir, Alex. Qurollar haqida kitoblarim yo'q. U endi istagan narsasini sotib olishi mumkin. Nega bizni aldaganding? Ahmoqona magnit o'lchagich bilan band eding. Ashqani men topdim. To'g'ri. Keyin hamma narsani aytib berding. Endi uning yovuzliklarini to'xtatib bo'lmaydi, Katrina. Pol. Sen aralashma. Hammasiga sen aybdorsan. Aynan sen. Men? Sen bizni shu g'alvaga boshlading. Senga yordam bermoqchi edim. Sal oshirib yubording oshna. Bu uning aybi. Iya, Katrina bo'lmaganda afsungarlar yurtida yo'q bo'lib ketarding. Shuni ham bir eslab qo'y. Biror gap bo'ldimi? Ha, omadsiz kun bo'ldi. Balki aytarsan. Yo'q. Dada, shoshmang. Avval piyozni qovurish kerak edi. Shu ham ishmi? Katta olimsiz-u bitta taom tayyorlashni bilmaysiz-a? Men barcha yutuqlarga tajribalar orqali erishaman. Bilib qo'y. Lekin pazandalikda emas. Hozir ham biror ilmiy kashfiyot qilyapsizmi? Menga g'oyalarni olib kelishyapti. Men yakuniga yetkazyapman. Kerakli amallarni bajaryapman. Bular hammasi zerikarli. Biror qiziqarli loyiha kerak. Yodimdan ko'tarilibdi. Ishxonaga borib hisobotimni tugatishim kerak. Kristinaga yordam bergin.
tuynukni yop. Hokimiyatni qo'lga olamizmi? Hozircha yo'q. Polni olamiga qaytishim kerak. Bu yerdan olib ketadigan narsalarim bor. Nega bunday kiyinib olding? Shunaqa kiyinisharkan. G'alati o'lka. Sovut aslahang qani? Menga boshqa kiyim top. Dada, Labay, qorada go'sht pishirmaymizmi? yaxshi fikr. Ertaga oqshomda uyushtiramiz. Alex bilan Katrinani chaqirsam maylimi? Kristina kimni chaqiradi? Albatta Jinani. Uni bezor qilib yubordik. Yoqadigan odamlar jonga tegmaydi. Unga qo'ng'iroq qilaman. Jina oilamiz a'zosi bo'lib qoldi. Qo'ysangchi, mehmon qilmoqchimiz xolos. Tirjayib qo'y, Griffin. Seni olyapman. Griffin. Shu yerda tur. Kiyinib olaman. Grivenni ko'rmadingmi? Menga yordam bermoqchi edi. Shu yerda yurib, keyin g'oyib bo'ldi. Uxlash uchun jo'navorgan. Kelsa adabini beraman. Riana, yuvilgan kiyimlarni olmadingmi? Olganim yo'q. Quritish uchun ilib qo'ygandim. Yo'qolibdi. Oyi, dada. Qaranglar. Bu nima? Kovush. Kiyishga noqulay ekan. Qayerdan topding? O'rmondan. Ashka Polning dunyosiga borgan. Kiyimlaringizni Griffin o'g'irlagan. Ashka uchun. Qani u? Ashka bilan ketgan. Kuryonga xabar berish kerak. Xabarchiga ayt. U hukmdorlar bilan so'zlashadi. O'g'li Ashkaga yordam berayotganini otasi hukmdorlardan yashiradi. Men qasrga boraman. Yo'q, Riana. Buni senga daxli yo'q. Ashka Polning o'lkasida bo'lgan. Biror xavfli narsa olib kelgan bo'lishi mumkin. Unga ruxsat bering. O'zi lozim deb bilgan ishni qilsin. O'zingiz shunday tarbiyalagansiz. X na A qiymatini C'ga bo'lasan. Ha, endi tushundim. Salom. Sizlarni ziyofatga taklif qilib keldim. Kerak bo'lib qolsam, kutubxonadaman. Unga nima bo'ldi? Boshqa olamga tushib qolganingda xavotir olgandim. Yaxshi bola deb o'ylabman. Ahmoq ekanman. Kecha uni qattiq ranjitding. Jahlim chiqib ketdi-da. Afsusdaman. Undan uzr so'rash kerak. Senga ko'p yaxshiliklar qilgandi. Katrina, kechirasan. Ziyofat nima bo'ladi, Alex? Kuryon menga ishonmasa-chi? Ishontirishga harakat qil. Mana endi senga hujum qilishgani ko'rinib turibdi. Quvvat toshlardan ko'proq ol. Yordam bering. Qutqaringlar.
Yordam beringlar. Hukmdor ko'r yo'lni ko'rishim kerak. Men Ashkani ko'rdim. Rahmat, tuzalib qoldim. Yovoyi. Qarorgohimizni sen vayron qilding. Bas qilinglar. Men yovvoyilarni afsungarlar bilan yarashtirishga harakat qilsam, sizlar meni xonamda mushlashyapsizlarmi? Turinglar. Tur o'rningdan. Nima gap? Bu yerga nimaga kelding? Ashka menga hujum qildi. Menga quvvat chaqmoq otdi. Bir amallab bu yoqqa yetib keldim. U esini yeb qo'yibdi. Hamma yovvoyilarni qirib tashlamoqchi. Bizlarga endi xatar yo'q deb so'z bergandingiz. Kerinni va boshqalarni ogohlantirish kerak. Hozir Ashka qayerda? Bilmayman. Kema bilan izlaymiz. Griven, sen dam olib tur. Bizga yordam berding. Rahmat, hukmdor. Zahar! Ochinglar! Zahar! Yana keldi. Bu qiz tinch yurmas ekan. Yaqinlashma. Senga nima kerak? Menga hukmdor Kurion kerak. Gapim bor. Kurion uchib ketdi. Mayli, kutib o'tiraman. Griven bu yerda nima qilyapti? U Ashkani ko'ribdi, buni hukmdorga aytdi. Seni yana nima qiziqtiradi? Qachon yomg'ir yog'ishimi? Yo'qmi? Unda daf bo'l. Olib keldingmi? Ha. Juda soz. Yerto'lani ko'rsat. Qadimgi afsungarlarning makoni shumi? Hech narsa qolmabdi-ku. Xo'sh. Ilm kitobi qani? Topdim. Mana u. Bu yerda qurollarni va kemalarni qanday yasash yozilgan. Polni dunyosiga olib ketaman. U yerni olimlari
kompyuter yordamida ilmlarni takomillashtirishadi. Qaytganimdan keyin esa bu yurtda men hukmdorlik qilaman. Senmisan? U hamma gapni eshitdi. Demak, shu yerda qoladi. Tushunarlimi? Greyven, nima qilyapsan o'zi? Bu meni ishim. Buyuk sehrgar bo'lmoqchiman. Tezroq chiq. Hukmdorlar sizlarni surgunga jo'natishadi. Ular hech narsani bilishmaydi. Greyven! Greyven, bunday qilma. Bu yerga kelmasliging kerak edi, Riana.